Sochimni ukladka qilishni ko'rsataman. Aytgancha men sochim kaskad kesilmagan. Ko'pchilik kaskad deb o'ylaydi, lekin faqat gullaganlarni olib tashlaganman. Akraz menda soch yuvish kuni edi. Shunga sochimni yuvganimni ham videoga oldim. Bu planlashtirilgan video emas edi. Shuning uchun освещениyaga e'tibor bermayman. Men shunaqa maska surib olaman, chunki bir haftadan beri maska qilmagan edim. Maskadan keyin sochimga kokosli shunaqa balzam surib qo'yaman uchlariga. Men ishlatgan maska shu, skrin qo'ya olinglar. Maska bilan balzamni sochimda 15 minut ushlab turaman, keyin yuvib tashlayman. Termozashita sepib, sochimni quritib olaman. Yaxshi taralishi uchun masla surib olaman sochimga. Ildiziga emas, faqat uchlariga. Opam uxlayotgani uchun videoni vannada olishga majbur bo'ldim. Ukladka qilishdan oldin sochimga объем uchun sprey sepib olaman. Ukladkani har doim cho'lkamdan boshlayman. Idalshi sizlarga videoda tushunarli qilib ko'rsatganman. Sizlarga maslahat, agar sochinglarni o'stirmoqchi bo'lsanglar yoki qalinlashtirmoqchi bo'lsanglar, sochinglarni осветление qildirmang. Agar lokon ko'proq turishini xohlasanglar, uni issiqligida yoyib yubormasdan zakolka qilib qo'yib, sovishini kutish kerak. Aytgancha faqat Dyson emas, oddiy brush, oddiy fen bilan ham shunaqa ukladka qilsa bo'ladi. Agar ukladkalar ertalab ham buzilib ketishini xohlamasanglar, cho'lkalarni shunaqa ishirib yig'ib olasizlar, qolgan sochlarni akkuratni tepaga zakolka qilib qo'ysanglar, uxlaganingizda ham ertalab hech nima bo'lmaydi. Thank you, bye.